Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan IT Vanus. Bugungi darsimiz Google darslar to'plamidagi 10-mavzu bo'ladi. Ya'ni bugun xudo xolasa Google bo'yicha darslarimizning oxirgi qismi. Bugungi mavzu boshqa foydali Google tizimlari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bir qancha tizimlar haqida nazariy ma'lumotlar berib o'tamiz. O'z aslida Google ning biz gaplashmagan yoki bo'lmasam gaplashib o'tmaydigan tizimlari ham juda ham ko'p. Bularni keyinroq o'zingiz xohlagan paytingizda o'rganib olishingiz mumkin. Bugun gaplashmoqchi bo'lgan tizimlarning birinchisi Play Market yoki bo'lmasam Google Play Store deb nomlanadi. Bu dasturni juda ham ko'p odam biladi. Har bir Android telefonida mana bu dastur bor, ya'ni bu Play Market deb nomlanadi. Bu orqali siz o'yin yoki dastur yoki boshqa bir APK faylni yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin. Keyingisi Google Kalendar. Demak, bu kalendar orqali siz o'zingizning ishlaringiz yoki qandaydir uchrashuvlaringizni belgilashingiz mumkin. Misol uchun sizda 2-kuni soat 11 da uchrashuv bo'lsa, mana bu yerga belgilab qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasam meetni qo'shib yoki qandaydir event qilib belgilab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni Google Kalendar sizning ishlaringizni tartiblashda sizga yordam beradi. Keyingisi Google Keep. Bu orqali qandaydir notlarni, qandaydir xabarlarni, qandaydir muhim ma'lumotlarni bu yerga yozib saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Kerak paytda olib, kerak paytda o'zgartirib olishingiz mumkin. Va keyingisi YouTube. YouTube ham Google ning ichki tizimlaridan biri hisoblanadi, lekin Google domeni ostida emas. Menimcha YouTube haqida ko'p gapirishning keragi yo'q. Juda ko'p odam YouTube dan foydalanishni biladi. Keyingisi Google Images. Bu orqali qidirilgan faqat rasmlar chiqadi. Keyingisi Google News. Bu Google ning yangiliklar sayti hisoblanadi. Va keyingisi Google Drawing deyiladi. Bu yerda siz qandaydir rasm yoki bo'lmasam qandaydir diagramma chizishingiz mumkin. Hop, keyingisi Google Tasks. Bu yerda qandaydir task qo'shib, ana shu taskni bajarishingiz yoki bo'lmasam eslab qolish uchun yozib qo'yishingiz mumkin. O'zingiz uchun qanaqadir qilinishi kerak bo'lgan ishlar ro'yxati bo'lishi mumkin. Bundan tashqari boshqa yana bir nechta tizimlar bor. Misol uchun Google AdSense reklama uchun ishlatiladi, ya'ni Google reklamalariga berib qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Keyingisi Google Analytics. Bu orqali siz o'zingizning saytingizni tahlil qilishingiz mumkin. Keyingisi Google Search Console. Bu orqali siz saytingizni qidiruvda tahlil qilishingiz mumkin. Ya'ni qanday qidirilyapti, kayfiyatlari qanaqa yoki bo'lmasam darajasi boshqa saytlarga nisbatan qanday afzallik va zaifliklarni topishingiz mumkin. Keyingisi Google Assistant. Bu AI yordamchi hisoblanadi. Alisaga o'xshagan siz bilan qandaydir muloqot qilib gaplashishi mumkin. Va keyingisi Google Cloud Platform. Bu clouding deyiladi yoki bo'lmasam AWS ga o'xshash Google ning katta cloud tizimi hisoblanadi. Bundan tashqari Google ning boshqa juda ham ko'p tizimlari bor. Balkim vaqti kelganda yoki bo'lmasam o'zingiz o'rganib olishingiz mumkin. Chunki hozirgacha o'rganganlarimiz ishlash uchun yetarli deb o'ylayman. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.